Rimliklarga yezilgan xat. 1-bob. Elçi bo'lishga chaqirilib, Xudoning xush xabarini taqtishga tanlangan Ayso Masihning xizmatkori bo'lgan menki Pavlusdan salom. Bu xush xabarni Xudo al-Misaqda o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozmalarda va'da qilgan edi. Bu xush xabar Xudoning o'z o'g'li, ya'ni Rabbimiz Ayso Masih to'g'risidir. Jismoniy jihatdan Ayso Masih Davud podshoning avlodidan tug'ilgan. Lekin ruhiy jihatdan uning Xudoning o'g'li ekanligi, uning o'limdan tiriltirishi orqali zo'r qudrat bilan isbotlangan. Xudo Ayso Masih orqali menga mehr shafqat ko'rsatib, meni elchilikka tanladi. Shunga men her millet kishilarini Xudoga itoat qilsin deb, ularni Ayso Masihga itoat qilishga chaqiraman. Bu Ayso Masihning nomiga shon sharaf keltirish uchundir. Ayso Masihga mansub bo'lgan sizlarmi Xudo tarafidan chaqirilganlar qatoridasizlar. Men bu xatni hammanglarga, ya'ni Xudo mehr muhabbat ko'rsatgan ve u muqaddas xalqim deb chaqirgan sizlar Rimliklarga yezivatman. Xudo otimiz ve Rabbimiz Ayso Masih sizlarga mehr shafqat ve amonlik ato qilg'ay. Oldi bilan Ayso Masih orqali hammanglar uchun Xudoga shukr etman. Chunki e'tiqodinglar dunyoning hamma yerida so'zlanmoqda. Men chin qalbim bilan xizmat qilib kelayotgan Xudo mening o'z o'g'li to'g'risida xush xabarni yetkazish yo'lida sizlarni duolarimda doim eslab turayotganligimga guvohdir. Xudoning irodasi bilan sizlarning yeninglarga berishim uchun oxir bir fursatning bo'lishini uningdan tilayman. Chunki sizlarga e'tiqodinglarni mustahkamlashda birer yordam berish uchun sizlar bilan ko'rishni intayin orzu qilaman. Demak, men oranglarda bo'lsam, bir-birimizning e'tiqodidan o'zaro ilhom olaymiz. Qarindoshlar, shuni bilishinglar kerakki, men yeninglarga berishni ko'p ketin planlagan bo'lsam-mu, lekin bugungacha to'salg'iga uchrab keldim. Ayso Masih to'g'risidagi xush xabarni yetkazish yo'lida boshqa Yahudi emaslarning orasida yaxshi natijalarga erishganimdek, sizlarning oranglardimi yaxshi natijalarga erishishni orzu qilib keldim. Chunki men har qanday odamga, mayli u madaniyatlik yoki madaniyatsiz bo'lsin, bilimlik yoki bilimsiz bo'lsin, hammasiga bu xush xabarni yetkazishga qarzdorman. Shuning uchun sizlar Rimliklargami bu xush xabarni yetkazishga tashnoman. Bu xush xabardan nomus qilmayman. Chunki bu xush xabar orqali Xudoning kuch qudrati ayon bo'lib, Ayso Masihga e'tiqod qilgan har bir kishi qutqiziladi. Bu xush xabar avval Yahudilarga, keyin Yahudi emaslarga tarqatilgan. Bu xush xabarda Xudoning insonlarni nemiga asosan haqqoniy odam deb jakarlaydiganligi oshkorlangan. Bundaq jakarlash boshdan oxir e'tiqodga asoslangandir. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, odam e'tiqod bilan haqqoniy odam deb jakarlanib hayotlikqa erishidi. Xudo arshdan odamlarning barliq gunohkorlik va yomonliklariga qarshi o'z g'azabini bildirdi. Sababi ular adolatsiz ishlari orqali Xudoning haqiqatini bilishni to'siyotdi. Ular xohlagan bo'lsa-da, Xudoni bilalaydi. Chunki Xudo to'g'risidagi ishlar ularning ko'z oldida turibdi. Xudo bularni
ularga ochiq ko'rsatib bergan. Dünya yaratılgandan beri Xudoning ko'zga ko'rinmas o'zgachilikleri, ya'ni uning manguluk qudrati va birdan bir Xudo ekanligi o'zi yaratgan mavjudotlar orqali ochiq ko'rsatilmoqda. Shu sababdan insonlar Xudoni bilmaymiz deb bahona ko'rsatilmaydi. Lekin insonlar Xudoni bilsa-mu, uni Xudo deb ulug'lamadi va uningga shukr etmadi. Aksicha, ularning Xudo to'g'risidagi o'y fikrlari bema'ni bo'lib, nodon qalbi qorong'ulikka to'ldi. Gerçi ular o'zlarini aqlli hisoblasa-mu, lekin aqlsiz bo'lib chiqdi. Ular mangu hayot bo'lgan shonu shafqatli Xudoga ibodat qilishning o'rniga odamzodga, qushlarga, to'rt putliq va ya berilg'uchi hayvonlarga o'xshaydigan butlarga cho'qindi. Shu sababdan Xudo ularni qalbidagi shahvoniy havaslarga qo'yib berdi. Buning bilan ular har xil nopokliklarni qildi. Hatto bir-birining tanlarini bulg'ashqa boshladi. Xudo to'g'risidagi haqiqatlarga ishonishning o'rniga yolg'on gaplarga ishonishga boshladi. Yaratquchi Xudoga itoat qilishning o'rniga yaratilgan narsalarga cho'qinib, shularni madhiyaladi. Holbuki butkul mavjudot tarafidan mangu madhlanishga loyiq bo'lgani yaratquchimiz Xudodir. Amin. Mana shuning uchun Xudo ularni o'zining pastkash havaslariga qo'yib berdi. Ayollar tabiiy jinsiy munosabatni tabiiy bo'lmagan munosabatga, ya'ni o'xshash jinsliqlar munosabatiga aylantirdi. Xuddi shuningdek, erlarmu ayollar bilan bo'ladigan tabiiy jinsiy munosabatni tashlab, boshqa erlarga shahvoniy havaslar bilan ko'yib pishadigan bo'ldi. Erlar bilan sharmanda jinsiy munosabatlarga kirishdi. Shuning bilan ular o'z tanlarida bu qilmishlarga loyiq jazoni tatdi. Ular Xudoni bilishni rad qilganligi uchun Xudo ularni yomon niyatlarga qo'yib berdi. Buning bilan ular qilmasligi kerak bo'lgan ishlarni qilishga kirishdi. Ularning hayoti har xil razillik, yomonlik, oshko'zlik, o'chmanlik, hasadxo'rlik, qotillik, urushqoqlik, hiylagarlik, suiqasd va ig'vogarchilik bilan to'ldi. Ular tuhmatxo'r, Xudoga nafratlanadigan, zo'ravonlik qiladigan, takabbur, maqtanchoq, har xil askiliklarni o'ylab chiqaradigan, ota-onasining so'zini anglamaydigan, nodon, va'dasini turmaydigan, ko'yimsiz va rayimsiz insonlardir. Ular Xudoning bunday ishlarni qilganlarni o'limga mahkum qildiganligini bilib tursa-mu, bu askiliklarni o'zlari qilib qolmay, boshqalarning shunday qilishini qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchi bob. Shunga sen bunday razil ishlarni qilg'uvchilar ustidan hukm qilishing mumkin. Biroq, ey birodar, senmi bunday ishlarni qilyapsan-ku? Undaqda sening kim bo'lishingdan qat'iy nazar, Xudo so'roq qildigan ashu kunda o'zingni oqlashga bahona ko'rsatmaysan. Chunki boshqalar ustidan bunday ishlarda hukm qilsang, o'z ustingdimi shu ishlardan hukm qilgan bo'lasan. Bizga ma'lumki, Xudoning bunday ishlarni qilganlar ustidan chiqargan hukmi haqdir. Biroq, ey birodar, senmi bunday ishlarni qilib turib, yanila boshqalar ustidan hukm qilsang, Xudoning hukmidan qochalayman deb o'ylamsan. Xudoning sana ko'rsatgan cho'nqur mehribonligi, kengchiligi va mo'l sabr toqatini sal chaqlavatamsan. Uning sana mehribonlik ko'rsatishdagi maqsadining seni to'g'ri qildigan yo'lga boshlash ekanligini bilmamsan.
gunohingga to'g'ri qilmay, joyili qilishing bilan Xudoning g'azabini texmi qo'zg'aysan. Xudo g'azabga kelib, o'zining odil hukmini yurgizgan kuni, sen o'z beshingga o'zing chiqqan bo'lasan. Xudo har kimning amaliga qarab ish ko'radi. Hamisha sabrchanlik bilan yaxshi amallarni qilib, Xudodan shon sharaf, hurmat, ehtirom va o'zining mangulik mavjudligini izlaganlarga u mangulik hayot berdi. Lekin haqiqatni rad qilib, yomonlikqa egashgan shaxsiyatchilarga u g'azab nafrat yog'dirdi. Xudo barliq yomonlik qiluvchilarga, bo'libmi oldi bilan o'z xalqi bo'lgan Yahudilarga, ondan Yahudi emaslarga o'xshashla ig'ir kunlar va dard alam keltirdi. Biroq barliq yaxshilik qiluvchilarga, oldi bilan Yahudilarga, ondan Yahudi emaslarga o'xshashla shon sharaf, hurmat, ehtirom va omon esanlik ato qiladi. Chunki Xudo hamma insonlarga o'xshash muomala qiladi. Tavrat qonuni Yahudi emaslarga tushirilmaganlikdan ular uni bilmaydi. Shundaqdimi, ular gunoh sodir qilsa, so'roqqa tortiladi. Tavrat qonuni tushirilgan Yahudilar bo'lsa, uni puxta biladi. Lekin ularmu gunoh sodir qilsa, o'xshashla so'roqqa tortiladi. Chunki Xudoning oldida qonunni bilganlar emas, balki qonunning barliq amrlariga amal qilganlar haqqoniy odam deb jakorlanadi. Tavrat qonunini bilmaydigan Yahudi emaslar, tabiiy holda bu qonunga uyg'un ishlarni qilsa, ular garchi bu qonundan xabarsiz bo'lsa-mu, bu qonun ularning o'z qonunidek bo'ladi. Chunki ularning o'z qalbida nemining to'g'ri, nemining xato ekanligini bilalishi, bu qonunning amrlari qalbga puturlik ekanligini ko'rsatadi. Vijdonimi buningga guvohlik beradi. Chunki ularning vijdoni ular xatolik o'tkazganda ularni ayblaydi. To'g'ri qilgan bo'lsa, ularni oqlaydi. Men yetkazib kelayotgan bu xush xabar bo'yicha Xudoning Ayso Masih orqali insonlarning yoshirin ishlari ustidan hukm chiqaradigan kunida yuqorida aytilgan ishlar cho'qim yuz beradi. Undaqda sen o'zingni Yahudi deysan va Tavrat qonuniga ega bo'lganliging uchun men Xudo bilan yaqin deb maqtanasan. Sana Tavrat qonuni o'rgatilganlikdan Xudoning irodasini bilasan, ham haq bilan nohaqni farq etalaysan. Tavrat qonunidagi hamma bilim va haqiqatlarni bilaman deb qarab, o'zingni ko'rlarning yo'l boshlig'uvchisi, qorong'uda qolganlarning chirig'i, nodonlarning yetakchisi, go'daklarning ustozi deb o'zingga ishinasan. Sen boshqalarga Xudo to'g'risida ta'lim berib turib, o'zingga bermamsan. Boshqalarga o'g'irlik qilma deb turib, o'zing o'g'irlik qilamsan. Boshqalarga zina qilma deb turib, o'zing zina qilamsan. Butlardan bezor bo'lib turib, o'zing butxonlardagi narsalarni o'g'irlamsan. Biz Yahudilar Tavrat qonuniga ega bo'ldik deb maqtanib turib, o'zing dal shu qonun xiloflik qilib, Xudoning nomiga dog' keltiramsan. Xuddi muqaddas yozmalarda deyilgandek, sizlarning qilmishinglar tufaylidan Yahudi emaslar Xudoga kufrlik qilmoqda. Tavrat qonuniga amal qilsang, xatni qilinganingning ahamiyati bo'ladi. Lekin uningga xiloflik qilsang, xatni qilinganingning qilchilikmi ahamiyati bo'lmaydi. Xatni qilinmagan odamdan hech farqing qolmaydi. Shunga o'xshash, xatni qilinmagan Yahudi emaslar qonunning amrlariga amal qilsa, Xudo tarafidan yanada xatni qilingan bo'lib hisoblanadi. Sen Tavrat qonunidan xabardor, ham xatni qilingan turuqliq, shu qonunga amal qilmasang, jismoniy jihatda xatni qilinmagan, lekin Tavrat qonuniga amal qilgan Yahudi emaslar seni gunohkor deb ayblamamdi.
Faqat sirtqi ko'rinishda Yahudi bo'lganning hammasini haqiqiy Yahudi degili bo'lmaydi. Faqat jismoniy jihatda xatni qilinishiga qarabla uni haqiqiy xatni degili bo'lmaydi. Qalbida Xudoning yo'lini tutgan odam haqiqiy Yahudidir. Uning haqiqiy xatnisi yozma qonunga isilish orqali emas, balki muqaddas ruh tarafidan o'zgartirilgan qalb orqali bo'ladi. Bundaq odam insonlar tarafidan emas, balki Xudo tarafidan maqtilishga sazovar bo'ladi. 3-bob. Undaqda Yahudilarning Yahudi emaslardan nima ortiqchiligi bor? Yoki xatmi qilinishning nima ahamiyati bor? Albatta, ularning har jihatdan ko'p ortiqchiligi bor. Birinchidan, Xudoning so'zi Yahudilarga omonat qilingan. Ba'zi Yahudilar Xudoga sadaqatsiz qildimi deyli. Undaqda ularning sadaqatsizligi sababidan Xudo o'zining ularga bergan va'dasida turmamdi. Yo'q, hargiz undaq qilmaydi. Hamma inson yolg'onchi bo'lgan taqdirdimi, Xudo yanila rostchildir. Bu haqda Zaburda mundaq deyilgan. So'zliginingda odil bo'lib isbotlanasan. Aybnishga uchirganingda g'alaba qilasan. Lekin biz Yahudilarning adolatsizligi, Xudoning odilligini texmu aniq ko'rsatib bersa, buningga nima deymiz? Xudo bizni jazolasa, uni odil emas desak bo'lamdi? Ba'zilar shundoq deb o'ylab yurdikan. Yo'q, undaq deyishga hargiz bo'lmaydi. Agar Xudo biz Yahudilarni odillik bilan jazolamaydigan bo'lsa, qiyomatda qandoqmi dunyo ustidan hukm chiqara oladi. Lekin ba'zilar mening sadaqatsizligim Xudoning rostchiligini texmi aniq ko'rsatib, uning ulug'ligini yo'rtib bersa, men yana nima uchun gunohkor deb qorilib so'roqqa tortilaman deyishi mumkin. Agar shundoq bo'lsa, yomonlik qilayli, buningdan yaxshisi chiqdi degan ma'no kelib chiqmamdi. Ba'zilar bizni mo'shundoq dedi deb tuhmat qiladi. Mundaq tuhmat qilganlarning jazoga tortilishi haqliqdir. Undaqda Xudoning so'roq qilingan kunida biz Yahudilar, Yahudi emaslardan ustun turamdiq. Yo'q, albatta undaq emas. Chunki men hammamizning mayli Yahudi bo'layli yoki bo'lmayli, gunohning ilkida ekanligimizni yuqorida ko'rsatib o'tdim. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, haqqoniy odam yo'qdir, hatto birimi haq nohaqni tushunadiganimi yo'qdir. Xudoni izlaydiganimi ham chatnidi hamma odam Xudo yo'lidan qoldi kirib tuyuq yo'lga. Yaxshilik qilg'uchi yo'qdir, hatto birimi. Eg'izlaridagi gap ochiq qabrdak sesiq, kazoblik qiladi ham tillari. Lavlari xuddi yilonning zahar xandisi, suvoni la'nat va zardiga to'lgan. Ular oldiraydi qon to'kishga, qiludi bag'alli yerida vayronchilik va fojia. Yo'qdir xabari, omonlik yo'ldan qilcha. Bilmaydi Xudodan ham qo'rqishni. Muqaddas yozmalardagi bu oyatlarning Tavrat qonuni ostida yashaydigan Yahudilarga qarata aytilganligini bilamiz. Shundoq bo'lganda, Yahudilar ham Yahudi emaslarning bahoni ko'rsatgan eg'izlari tuvoqlandi va butkul dunyodagi insonlar Xudoning hukmi ostida turdi. Demak, har qanday kishi Xudoning oldida Tavrat qonuniga amal qilish bilan haqqoniy odam deb jakarlanmaydi. Balki shu qonunga to'liq amal qilolmaydiganligini bilib, o'zining gunohkor ekanligini to'nib yetidi. Lekin hozir Xudoning qanday yo'l bilan insonlarni haqqoniy odam deb jakarlaydiganligi ochiq oshkorlandi. Bu
Tavrat qonuniga amal qilishga bog'liq emas. Buningga Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlarimi guvohlik bergan. Xudo odamlarni ularning Isa Masihga bo'lgan e'tiqodi orqali haqqoniy odam deb chaqirlaydi. Xudo Isa Masihga e'tiqod qilgan hamma odamga shundoq muomala qiladi. Bu yerda ayrimchilik yo'qdir. Chunki hamma odam gunoh sodir qilib, Xudoning insonlarni yaratganda ato qilgan shon sharifidan mahrum qolgan. Lekin Xudo bizga mehr shafqat ko'rsatib, bizni badalsiz holda haqqoniy odam deb jakarladi. Bu Isa Masih orqali amalga oshirildi. Chunki u bizni gunohning qullugidan ozod qildi. Xudo insonlarning gunohlarining kechirim qilinishi uchun ularni jazolashning o'rniga Isa Masihni qurbon bo'lishga avatib berdi. Isa Masihning Kristga oqqizgan qini orqaliqla Xudo Isa Masihga e'tiqod qilganlarni o'zi bilan yarashtirdi. Xudo Isa Masihni qurbon bo'lishga avatish bilan o'zining burunqi zamondagi kishilarning gunohlariga sabr taqatlik bo'lib, ularni darhol jazolmaganligining odillik ekanligini ko'rsatdi. Chunki Isa Masih ularning gunohlari uchun qurbon bo'ldi. Mana hozirmi Xudo yana o'zining odilligini ko'rsatyapti. Chunki insonlar gunohkor bo'lsa-mu, Isa Masihga e'tiqod qilganligi uchun Xudo ularni yanala odillik bilan kechirdi. Shundoq ekan, biz Tavrat qonuniga amal qilish bilan Xudo tarafidan qabul qilindik deb maqtanamizmi? Yo'q. Bizning maqtanishimizning o'rni yo'q. Nima sababdan? Chunki insonlar Tavrat qonuniga amal qilish orqali emas, balki Isa Masihga e'tiqod qilish orqali kechirimga erishadi. Demak, Xudoning bizni Tavrat qonuniga amal qilishimiz bilan emas, balki Isa Masihga e'tiqod qilishimiz bilan haqqoniy odam deb chaqirlaydiganligiga ishonamiz. Sizlar Xudo faqat Tavrat qonuniga ega bo'lgan Yahudilarni qabul qildi deb o'ylamsizlar? Yo'q, albatta undaq emas. U Yahudi emaslarni qabul qildi. Chunki Xudo birdir. U xatni qilingan Yahudilarni, shundaqla xatni qilingan Yahudi emaslarni birli yo'l bilan, ya'ni ularning Isa Masihga bo'lgan e'tiqodi bilan haqqoniy odam deb jakarlaydi. Undaqda biz e'tiqodimiz orqali Tavrat qonunini bekor qilamdik. Yo'q, dal buning aksicha. Biz e'tiqodimiz orqali Tavrat qonunining to'g'ri ekanligini isbotlaymiz. 4-bob. Undaqda biz Yahudi avlodlari otimiz Ibrohimning haqqoniy odam deb jakarlanganligidan nemilarni bilib olishimiz kerak. Agar Ibrohim yaxshi amallari orqali haqqoniy odam deb jakarlangan bo'lsa, uning maqtanishga haqqi bo'ladi. Lekin Xudoning oldida uning maqtanishga haqqi yo'q. Chunki muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Ibrohim Xudoning so'zlariga ishondi. Xudo uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Emgak qilg'uchining olg'ini sovg'at emas, balki o'zining erishishga tegishli haqqi bo'lib hisoblandi. Lekin bir odam Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlangan bo'lsa, bu uning yaxshi amallaridan emas, balki uning e'tiqodidan bo'lgan. Chunki bu odam gunohkorlarni haqqoniy odam deb jakarlag'uvchi Xudoga e'tiqod qiladi. Davud podshomu Xudo bir odamda yaxshi amallarning bor yo'qligiga qaramasdan uni haqqoniy odam deb hisoblasa, u odamning naqadar baxtli bo'lganligi to'g'risida muqaddas yozmalarda mundaq degan: Savanliklari kechirim qilingan,
gunohlari afu qilinganlar ne kadar baxtlik. Parvardigor ularning gunohlarini hisoblamasa, ular ne kadar baxtlik. Buningdan qaraganda bu baxt yolg'iz xatni qilinganlar, ya'ni Yahudilarga mansubmi? Yo'q, undaq emas. U xatni qilinmagan, ya'ni Yahudi emaslarga-mu mansubdir. Chunki biz aytgandek, Xudo Ibrohimning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. Bu ish qachon bo'lgan? Xudo Ibrohimni haqqoniy odam deb hisoblagan chaqda, Ibrohim xatni qilinganmi yoki qilinmagan? Bu ishlar Ibrohim texi xatni qilingan vaqtda bo'lgan edi. Uning xatni qilinishi keyin bo'ldi. Bu uning Xudo tarafidan allaqachon qabul qilinganligini ko'rsatdi. Ibrohimning burunla e'tiqodi bor bo'lib, xatni faqat uning haqqoniy odam deb hisoblanganligining belgisi bo'ldi. Buning bilan Ibrohim xatni qilinmagan, lekin Xudoga e'tiqod qilib, haqqoniy odam deb jakarlangan Yahudi emaslarning otisi bo'ldi. Agar xatni qilinganlar, ya'ni Yahudilar o'zlarining xatni qilinganligi tayanmay, ajdodimiz Ibrohimga o'xshash, uning xatni qilinmagan vaqtidagi e'tiqodi bo'yicha yashasa, Ibrohim ularningmi otisi bo'ladi. Xudo Ibrohim va uning avlodlariga, ularning bu dunyoga varislik qilganligiga va'da bergan edi. Bu ularning Tavrat qonuniga amal qilganligidan emas, balki ularning Xudoga e'tiqod qilib, haqqoniy odam deb jakarlanganligidan bo'lgan. Agar Tavrat qonuniga amal qilish orqali Xudoning va'dalariga erishgili bo'lsa-di, u chaqda e'tiqodning hech qanday qiymati qolmagan, Xudoning va'dasining-mu ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Tavrat qonuni bu qonunning amr farmonlariga amal qilmaganlarga Xudoning g'azabini elib keladi. Qonun bo'lmasa, qonunga xiloflik qilishmi bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiqodimiz orqali Xudoning bizga va'da qilgan baxt saodatiga erishimiz. Bu biz erishishga tegishli haq emas, balki Xudoning mehr shafqatidan kelgan. Bu va'da Ibrohimning butkul avlodlari, ya'ni Ibrohimga o'xshash e'tiqod yo'lga manganlar uchun berilgandir. Mayli ular Yahudi emaslar bo'lsin, yoki Tavrat qonunidagi qoidalar bo'yicha yashaydigan Yahudilar bo'lsin, bu va'da hammasining bu baxt saodatga erishadiganligiga kapolatlik qiladi. Chunki Ibrohim barliq e'tiqodchilarning otasidir. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Xudo Ibrohimga seni nurg'un millatlarning otasi qildim deb aytganidek. Xudoning nazarida Ibrohim hammamizning otasidir. Chunki Ibrohim o'lganlarni tirildiradigan, mavjudotni yo'qlikdan borliqqa keltiradigan Xudoga ishonch bog'ladi. Ota bo'lish mumkinchiligi yo'q ahvoldimi Ibrohim yanıla umidini üzmey Xudoga davomli ishonch bog'ladi. Natijada u nurg'un millatlarning otasi bo'ldi. Bu to'g'risida Xudo uningga mundoq degan: sening avloding yulduzlardek son-sanoqsiz bo'ladi. Ibrohim o'zining 100 yoshga yaqinlab farzand tepish iqtidoridan qolganligini, shundaqla ayoli Saraning farzand ko'rish iqtidoridan qolganligini bilgan bo'lsa-mu, lekin u yanula Xudoga bo'lgan ishonchini ojizlashtirmadi. U Xudoning va'dasidan gumonlanmadi. Aksicha, uning ishonchi texmi kuchayib, Xudoni ulug'ladi. U Xudoning o'z va'dasini amalga oshirish qudratiga ega ekanligiga butunlay ishondi. Shunga muqaddas yozmalarda Xudo uni haqqoniy odam deb hisobladi deb yozilgan. Bu oyat yolg'iz Ibrohim uchun emas, balki
haqqoniy odam deb hisoblanadigan bizlar, ya'ni Rabbimiz Aysoni tirildigan Xudoga e'tiqod qiladigan bizlar uchunmi yozilgan. Ayso Masih gunohlarimizning kechirishi uchun qurbonlik sifatida o'limga topshirilib, bizning haqqoniy odam deb jakarlanishimiz uchun tirildirildi. 5. bob. Shunga biz e'tiqodimiz orqali haqqoniy odam deb jakarlanib, Rabbimiz Ayso Masih orqali Xudo bilan inoq munosabatda bo'ldik. E'tiqodimiz bo'lg'ashqa Ayso Masih bizni biz hozir bahramon bo'layotgan bu mehr shafqatga ega qildi. Shunga biz Xudoning shon sharpiga erishish umidida shod-xuram bo'lmoqdamiz. Biz qiyin ahvollardami yanala shod-xuram bo'lamiz. Chunki bizga ma'lumki, qiyinchilik savrchanlikni keltirib chiqaradi. Savrchanligimiz bizni Xudoni xursand qiladigan e'tiqodchilardan qiladi. Xudoni xursand qiladigan e'tiqodchilardan bo'lsak, bizda tavranmas umid paydo bo'ladi. Bu umid bizni hargiz uyatda qoldirmaydi. Chunki Xudo bizga ato qilgan muqaddas ruh orqali o'zining mehr muhabbatini qalbimizga singdirgan. Biz gunohdan qutulishga amalsiz qolganda, Ayso Masih biz gunohkorlar uchun Xudo belgilagan vaqtda o'zini pido qildi. Durust odam uchun jinini pido qildiganlarning tepilishi natoyin. Lekin aloyidi yaxshi odamlar uchun jinini pido qildiganlarning tepilishi mumkin. Ayso Masih biz tegi gunohkor vaqtimizda biz uchun o'z jinini pido qildi. Mana bu orqali Xudo o'zining bizga bo'lgan mehr muhabbatini isbotladi. Biz Ayso Masihning qurbonlik qini orqali haqqoniy odam deb jakarlandik. Shundoq ekan, Ayso Masih orqali Xudoning g'azabidan qutulishimiz texmo aniqdir. Biz burun Xudoga dushman edik. Biroq Xudo o'z o'g'lining qurbon qilinishi orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Biz Xudo bilan yashayotgan ekanmiz. Undaqda Ayso Masihning o'limdan tirilgan hayoti orqali Xudoning jazosidan cho'qim qutuldirilamiz. Buning bilan qolmay, bizni Xudo bilan yarashtirgan Rabbimiz Ayso Masih orqali Xudo bilan bo'lgan yangi munosabatimizda shod-xuram bo'lamiz. Gunoh dunyoda bir odam, ya'ni odam oti orqali paydo bo'lgandek, o'limmi odam otining gunohi orqali paydo bo'ldi. Natijada o'lim butkul inson ichiga tarqaldi. Chunki hamma odam gunoh sodir qildi. Gunoh Tavrat qonuni Musa payg'ambarga tushirilishdan ilgari dunyoda bor edi. Biroq u chaqda haq nohaqni ayiradigan Tavrat qonuni bo'lmaganlikdan gunohning hisobi elinmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, o'lim odam otidan toki Musa payg'ambargacha insonlarga hukmronlik qildi. Hatto odam otining gunohida gunoh sodir qilgan insonlarmi o'limdan xoli bo'la olmadi. Odam ota butkul insonga ta'sir ko'rsatganidek, keyin kelgan Masihmu butkul insonga ta'sir qildi. Vaholanki odam oti tarafidan o'tkazilgan gunoh Xudoning bergan mehr shafqatli sovg'atiga butunlay o'xshamaydi. Chunki bir odam, ya'ni odam otining gunoh o'tkazishi bilan nurg'un odam o'lgan bo'lsa, o'xshashla bir odam, ya'ni Ayso Masihning mehr shafqati orqali Xudo insonlarga texmi ko'p mehr shafqat ko'rsatib, kechirish sovg'atini nurg'un odamga ato qildi. Xudoning sovg'atining natijasi odam otining gunohining oqibatiga butunlay o'xshamaydi. Chunki odam otining bir qitimli gunohi orqali biz hammamiz gunohkor deb hukm qilindik. Ammo Xudoning mehr shafqatli sovg'ati orqali biz gunohkorlar garchi nurg'un gunoh o'tkazgan bo'lsakmi,
haqqoniy odam deb jakarlandık. Bir odamning gunohi tüpeylidin, ölüm, insonlarga hukmronlik qilgan yerde, Xudoning mo'l mehr shafqati va haqqoniy bo'lish sovg'atiga erishgan kishilar, ya'ni bir odam, ya'ni Ayso Masih orqali hayotida gunoh va o'lim ustidan g'alaba qilmasmi? Demak, bir qitimliq gunoh butkul insonni gunohga mahkum qilgan bo'lsa, bir qitimliq haqqoniy amaliyat, ya'ni Ayso Masihning qurbon bo'lishi orqali butkul inson haqqoniy odam deb jakarlanib, mangulik hayotga erishalaydi. Bir odamning itoatsizligi tufaylidan nurg'un insonlar gunohkor bo'lib ketganidek, bir odamning itoatmanligi bilanmi nurg'un insonlar haqqoniy odam deb jakarlanadi. Tavrat qonunining berilishi kishilarga o'z gunohining intayin ko'pligini ochiq ko'rsatish uchundir. Lekin qayerda gunoh ko'p bo'lsa, Xudoning mehr shafqatimi shu yerda aslab oshdi. Demak, gunoh insonlarga hukmronlik qilib, ularni o'limga olgan bo'lsa, Xudoning mehr shafqati insonlarga hukmronlik qilib, Rabbimiz Ayso Masih orqali ularni haqqoniy odam deb jakarlab, ularga mangulik hayot elib keldi. 6-bob. Undaqda biz nima deymiz? Xudoning mehr shafqati texmi oshsin deb davomliq gunoh ichida yashaymizmi? Yo'q, albatta undaq emas. Gunohga nisbatan biz allaqachon o'lgan. Shundoq ekan, biz yana davomliq gunoh ichida yashamasligimiz kerak. Sizlar cho'qim shuni bilishinglar kerakki, biz cho'mildirishni qabul qilganimizda Ayso Masihga bog'langanligimiz uchun uning o'limi bilanmi bog'landik. Shuning uchun biz cho'mildirish orqali Ayso Masih bilan birga o'lib, birga ko'mildik. Xudo otamizning bundaq o'rinlashtirishdagi maqsadi shuki, Ayso Masihni o'zining ulug' kuch-qudrati orqali tirildigandek, biznimi yangi hayotga erishtirishdir. Biz Ayso Masihga bog'lanib, uningga o'xshash o'lgan ekanmiz. Undaqda biz cho'qim uningga o'xshash tirildirilamiz. Shuni bilishimiz kerakki, koni tabiatimiz Ayso Masih bilan birga krestga mixlandi. Shuning uchun gunohkor nafsimizning ilkida bo'lmay, gunohning qullig'idan qutuldik. Chunki Ayso Masih bilan birga o'lgan har qanday kishi gunohning kuchidan xalos bo'lgan bo'ladi. Ayso Masih bilan birga o'lgan ekanmiz. Undaqda uningga bog'lanib, yangi hayotga erishishimizga ishonamiz. Bizga ma'lumki, Ayso Masih tirilgandan keyin qayta o'lmaydi. O'lim endi Ayso Masihga o'z kuchini ko'rsatolmaydi. Ayso Masih o'zining birli qitimliq o'limi orqali gunoh ustidan g'alaba qildi. U hozir hayot bo'lib, uning hayotligi Xudoga shon sharaf keltirish uchundir. Shuningga o'xshash sizlarmi hozir Ayso Masihga mansub bo'lganliginglar uchun o'zinglarni gunohga nisbatan o'lgan, lekin Xudoga xizmat qilishga nisbatan tirik hisoblanglar. Shundoq ekan, gunoh hargizmi hamon o'ladigan teninglarni boshqurmasin. Bo'lmasa, orzu havaslarga berilib ketsizlar. Teninglarning har qanday bir a'zosini yomon ishlarga qo'ral qilib, gunohga tutib bermanglar. Aksicha, o'zinglarni Xudoga otanglar. Chunki sizlar o'limdan tirildirdinglar. Teninglarning har bir a'zosini haqqoniy ishlarning qoroli qilinglar. Gunoh sizlarning hukmronliginglar emas. Chunki sizlar Tavrat qonunining ilkida emas, balki Xudoning bizni gunohning kuchidan xalos qiladigan mehr shafqati ostida yashayapsizlar. Undaqda qanday qilish kerak? Tavrat qonunining ilkida emas, Xudoning mehr shafqati ostida yashayapmiz deb gunoh sodir qilaversak bo'lamdi? Yo'q, albatta bo'lmaydi. Kimga bo'ysunsanglar,
şunun quli bo'lganinglarni bilmamsizlar? Gunohga bo'y agsanglar, u sizlarni o'limga ilib bordi. Xudoga bo'ysunsanglar, u haqqoniy hayotlikqa ilib bordi. Xudoga shukr. Garchi sizlar burun gunohning quli bo'lgan bo'lsanglarmi, lekin hozir gunohning kuchidan erkin qilinib, haqqoniylikning qullari bo'ldinglar. Chunki Xudo sizlarga bergan ta'limga chin dilinglardan bo'ysundinglar. Men sizlarning tabiatinglardagi ojizliklarni bilgachga, bularni sizlarga odatdagi misol bilan aytyapman. Ilgari sizlar gunohning quli bo'lib, teninglardagi a'zolarni nopok va Tavrat qonuniga xilof ishlarga beg'ishlagan edinglar. Endi pok bo'lishinglar uchun o'zinglarni haqqoniylikning quli bo'lishga beg'ishlanglar. Sizlar gunohning quli bo'lgan vaqtinglarda haqqoniy hayot kechirish bilan koringlar yo'q edi. Sizlar hozir nomus deb qargan burunqi ishlardan shu chaqda zodi nima foyda topgan edinglar? U ishlarning oqibati o'limdir. Biroq hozir sizlar gunohning qullugidan erkin qilinib, Xudoning xizmatkorlari bo'ldinglar. Bu hayotinglarga foydali bo'lib, sizlarni pok yashashga yetaklaydi. Eng oxirida sizlar mangulik hayotga erishsizlar. Chunki gunohning badili o'lim. Biroq Xudoning Rabbimiz Ayso Masih orqali bizga ato qilgan sovg'ati mangulik hayotlikdir. 7-bob. Qarindoshlar, sizlar qonunni tushunasizlar. Shunga shunimi esinglarga silib qo'yayki, qonun faqat hayot odamgila hukmronlik qila oladi. Masalan, eri bor ayol, eri hayotli bo'ldikan, qonun bo'yicha eriga bog'lanadi. Lekin eri o'lib ketsa, nikoh qonunining cheklamasiga uchirmaydi. Shuning uchun ayol eri hayot vaqtida boshqa bir er bilan birga bo'lsa, buzuq ayol deb qaraladi. Lekin eri o'lib ketsa, ayol nikoh qonunidan erkin bo'ladi. U chaqda boshqa bir erga tegsa, zina qilgan bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, qarindoshlarim, sizlar Ayso Masihning qurbon bo'lishi bilan Tavrat qonuniga nisbatan o'ldinglar. Sizlar hozir boshqa biriga bog'landinglar. Ya'ni o'limdan tirilgan Ayso Masihga mansub bo'ldinglar. Buning bilan sizlar Xudoning xizmatida bo'lib, uningga shon-sharaf keltiralaysizlar. Burun biz gunohkor tabiatimizning ilkida bo'lg'ashqa, bizni gunohga elib bordigan havaslarimizning kayniga kirib ketdik. Bu havaslarimiz Tavrat qonunini bilishimiz bilan texmo qo'zg'ilib, tenimizga a'zolarni qutratdi. Natijada biz o'zimizni o'limga elib bordigan ishlarni qildik. Lekin hozir biz Tavrat qonunining hukmidan ozod qilindik. Chunki biz o'zimizni bo'g'ib turadigan bu qonunga nisbatan o'lgan. Biz konu usul bo'yicha, ya'ni Tavrat qonuniga burunqidak amal qilish orqali emas, balki yangi usul bo'yicha, ya'ni muqaddas ruhning yetakchiligida yashash orqali Xudoga xizmat qilamiz. Undaqda biz nima deymiz? Tavrat qonunining o'zi gunohning manbasi bo'lamdi? Yo'q, albatta undaq emas. Gunoh Tavrat qonunida ko'rsatilmagan bo'lsa, men qilmishlarimning gunoh ekanligini bilmaydim. Masalan, Tavrat qonunida boshqalarning tavliqotlariga ko'z qiringni sama deyilmagan bo'lsa, unda qilishning gunoh ekanligini bilmagan bo'lardim. Lekin gunoh Tavrat qonunining bu amri orqali fursat tepib, ishimdagi har xil och ko'zliklarni qo'zg'adi. Bu qonun bo'lmasa, gunohning bundaq kuchimi bo'lmaydi. Tavrat qonunining mendan nimani talab qildiganligini tushunmaydigan vaqtimda o'zimdan rozi bo'lib, o'zimni erkin ozoda his qilatdim. Lekin Tavrat qonunini haqiqiy tushunishim bilanla
o'zimning gunohkor ekanligimni va ruhiy jihatda o'lganligimni aniq bildim. Tavrat qonuni insonlarni hayotlikka yetaklash uchun berilgan. Vaholanki, bu qonunga bo'ysunmaydiganligimdan uning menga o'limni ilib keldiganligini bayqidim. Gunoh Tavrat qonunining amrlaridan fursat tepib, meni ozdirib, o'limga duchor qildi. Demak, Tavrat qonuni haqiqatan pokdir. Uningdagi amrlarmu pok, to'g'ri va yaxshidir. Shundoq turqliq, bu yaxshi qonun meni o'limga duchor qildimi? Yo'q, albatta undoq emas. Balki ana shu gunoh bu yaxshi qonundagi amrlardan foydalanib, meni o'limga duchor qildi. Biz endi gunohning haqiqiy qiyofatini tanib olaymiz. Chunki Tavrat qonunidagi amrlar orqali gunohning qanchalik qabiy ekanligi oshkorlandi. Tavrat qonuni Xudodan tushirilgan bo'lg'achqa, uning yaxshi ekanligini bilamiz. Biroq gunohkor tabiatimning boshqaruvchisi bo'lgan men bo'lsam, gunohning qullig'idirman. O'zimning nima qilayotganligimni bilmayman. Chunki o'zim niyat qilgan ishlarni qilmayman. Aksicha nafratlangan ishlarni qilaman. Agar men yomon ishlarni qilishni xohlamay turib, yanila ularni qilgan bo'lsam, u chaqda vijdonim Tavrat qonunining yaxshi ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Shunga bu ishlarni qildirayotgani men emas, balki ishimda yashayotgan gunoh. Ishimda, ya'ni gunohkor tabiatimda yaxshilikning yo'qligini bilaman. Chunki yaxshilik qilish niyatim bor bo'lsa-mu, iqtidorim yo'q. Shuning uchun o'zim niyat qilgan yaxshi ishlarni qilmay, aksicha niyat qilmagan yomon ishlarni qilaman. O'zim niyat qilmagan ishni qilsam, buni qildirayotgani men emas, balki ichimda yashayotgan gunohdir. Buningdan o'zimdagi shu qonuniyatni tushundimki, yaxshi ishlarni qilmoqchi bo'lsam-mu, yomonlik menga hamon hamroh bo'lib turg'ashqa, men yanila yomon ishlarni qilaman. Xudoning qonunidan ichimdan so'yinaman, biroq tenimda boshqa bir qonuniyatni seziman. Bu qonuniyat qalbimdan qoyil bo'lgan qonun bilan jang qilib, tan a'zolarimni gunoh sodir qildiganlikdan meni gunohga asir qiladi. Men nima degan bechora odamman ha? Gunohning asri bo'lgan va o'limga elib bordigan bu tenimdan kimmi meni qutqizar? Xudoga shukr. Xudo meni Rabbimiz Ayso Masih orqali qutqizdi. Mening ahvolim mana mundaq. Qalbim bilan Xudoning qonuniga itoat qilishni xohlayman. Lekin amaliyatimda gunohkor tabiatim sababidan gunohning quli bo'laman. 8-bob. Yig'inchoqlab aytsak, Ayso Masihga mansub bo'lganlar endi gunohga mahkum qilinmaydi. Chunki hayotlik erib keladigan muqaddas ruhning kuch-qudrati bizni o'limga mahkum qildigan gunohning kuchidan Ayso Masih orqali xalos qildi. Gunohkor tabiatimiz tufaylidan Tavrat qonuni bizni gunohning asoratidan ozod qila olmadi. Biroq Xudo o'z o'g'lini biz gunohkor insonlarning tenidek tan bilan yer yuziga avatib, uning gunohsiz tenida gunohlarimizning jazosini tortish bilan bizni boshqarayotgan gunohning kuchini bekor qildi. Buning bilan gunohkor tabiatimizga emas, balki muqaddas ruhga bo'ysunadigan bizlar orqali Tavrat qonunining odil talablari amalga oshirildi. Gunohkor tabiatiga bo'ysunadiganlar shu tabiatiga xos orzu-havaslarni o'ylaydi. Muqaddas ruhga bo'ysunadiganlar bo'lsa, muqaddas ruhga xos ishlarni o'ylaydi. Bir odamning gunohkor tabiati
uning o'y fikrlarini boshqursa, bu u odamga mangulik o'lim elib keladi. Ammo u odamning o'y fikrlarini muqaddas ruh boshqursa, bu uningga hayotlik va omonlik elib keladi. Bir odamning gunohkor tabiati uning o'y fikrlarini boshqursa, u odam Xudo bilan dushmanlashgan bo'ladi. Chunki u Xudoning qonuniga bo'ysunmaydi, ham bo'ysunolmaydi. Gunohkor tabiati tarafidan boshqarilganlar Xudoni xursand qila olmaydi. Biroq sizlarga kelsak, Xudoning ruhi haqiqatan qalbinglarda yashaganlikdan gunohkor tabiatinglarning boshqarishida emas, balki muqaddas ruhning boshqarishida turibsizlar. Qalbida muqaddas ruh, ya'ni İsa Masihning ruhi bo'lmagan odam İsa Masihga mansub emasdir. Teninglar gunoh tufaylidan o'limning ilkida bo'lsa-mu, ammo qalbinglarda İsa Masih bo'lganligi uchun sizlar Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakorlanib, ruhinglar hayot bo'ldi. Xudoning ruhi İsa Masihni o'limdan tirildi. Bu ruh senin qalbinglarda yashaydi. İsa Masihni o'limdan tirildigan Xudo qalbinglardagi o'z ruhi orqali sening chirib ketadigan teninglarga hayotlik ato qiladi. Shuning uchun qarindoshlarim, gunohkor tabiatimizga bo'ysunib yashashga emas, muqaddas ruhga bo'ysunishga qarzdormiz. Chunki gunohkor tabiatinglarga bo'ysunib yashasanglar, mangulik halok bo'lasizlar. Lekin muqaddas ruhga tayinib, gunohkor tabiatinglar orzu qilgan gunohdan qo'l uzsanglar, mangulik hayotlikqa erishsizlar. Xudoning ruhining yetakchiligida yashaganlarning hammasi Xudoning farzandlaridir. Endi sizlar qabul qilgan muqaddas ruh sizlarni qul qilib, qul xo'jayindan qo'rqqandek qo'rqinishga solmaydi. Aksicha, sizlar bu muqaddas ruh orqali Xudoning e'tivolab beqib olgan farzandlari bo'lib, Xudoni "Ey so'yimlik ota" deb chaqira oladigan bo'ldinglar. Bu muqaddas ruh qalb ruhimiz bilan birga bizning Xudoning farzandlari ekanligimizga guvohlik beradi. Xudoning farzandlari ekanmiz, uning va'da qilgan haqiqiy boyligiga mirosxo'rmiz. Shundaqla uningga İsa Masih bilan birga mirosxo'rlik qilamiz. Kelgusida İsa Masih bilan birlikda Xudoning shon sharifidan bahramon bo'lish uchun bizmi hozir İsa Masihga o'xshash azob uqubatlarni tortyapmiz. Meningcha, hozir biz tortayotgan azob uqubatlar kelgusida bizda ayon bo'lgan shon sharafi silishtiganda hech narsaga arzimaydi. Yaratilgan butkul mavjudot Xudoning o'z farzandlarini ayon qilishini intizorlik bilan kutmoqda. Chunki butkul mavjudot o'zi haqidagi ko'zlagan maqsadiga erisholmagan edi. Bu mavjudotning o'z ixtiyori bilan emas, balki uni yaratgan Xudoning irodasi bilan bo'lgan. Shundoq bo'lsa-mu, yaratilgan butkul mavjudotda chirib tugashdan qutulib, Xudo farzandiga beradigan sharaflik erkinlikdan bahramon bo'lish umidi bor edi. Ta hozirgacha butkul mavjudotlarning xuddi to'lg'oq azobi tatiyotgan ayoldek urayotganligini bilamiz. Faqat butkul mavjudotlar emas, hatto muqaddas ruhning qalbimizga selinishi bilan Xudoning kelgusida beradigan shon sharifini tetib boqqan bizlarmi dilimizda urmoqdimiz. Xudoning farzandlari ekanligimiz ayon qilinishi bilan birga yangi tanga erishishni kutmoqdimiz. Qutqizilgandan beri bizda mushundaq umid bo'lib kelmoqda. Umid amaliyotga aylanganda u umid bo'lishdan qoladi. Kim u amaliyotga aylanganni qayta umid qilsin. Biroq biz texi amaliyotga aylanganga umid bog'ilgan ekanmiz, uni sabrchanlik bilan kutimiz. Uning ustiga muqaddas ruh bizning ojizligimizni bilib, bizga yordam qiladi.
biz qandoq duo qilishimiz kerakligini bilmaymiz. Lekin muqaddas ruhning o'zi so'z bilan ifodalagisiz urush orqali biz uchun Xudoga murojaat qiladi. İnsanlarning qalbini ko'zitib turadigan Xudo muqaddas ruhning nima deyotganligini tushunadi. Chunki muqaddas ruh Xudoning irodasi bo'yicha Xudoning muqaddas xalqi uchun murojaat qiladi. Xudoning o'zini so'ydiganlarning, ya'ni o'zining irodasi bo'yicha chaqirganlarning hayotida mayli qanday ishlar yuz bersin, ularning butkul ishlarini moslashtirib, hammani shularning manfaati uchun o'rinlashtiradiganligini bilamiz. Chunki Xudo al-Musaqqila bu kishilarni bilgan. U bu kishilarning kelgusida o'z o'g'liga o'xshash bo'lishini oldin belgilagan. Buningdan maqsad Ayso Masihni bu nurg'un qarindoshlarning orasida tunji o'g'li qilish edi. Xudo oldin belgilagan bu kishilarni chaqirdi va o'zi chaqirgan bu kishilarni haqqoniy odam deb jakarladi. Haqqoniy odam deb jakarlangan bu kishilarga Xudo cho'qim shon sharaf ato qildi. Undaqda biz buningga nima deymiz? Xudo biz tarafda turgan ekan, kim u bizga qarshi chiqa olsin? O'z o'g'lini ayamay, uni hammamiz uchun qurbon bo'lishga avatgan Xudo barligini bizga ato qilmay qolamdi. Kim u Xudoning tanlagan bandlari ustidan shikoyat qila olsin? Hech kim. Chunki biz Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlangan. Kim bizni gunohga mahkum qila oladi? Hech kim. Chunki Ayso Masih biz gunohkorlar uchun o'ldi. Uning ustiga u tirildirilib, Xudoning o'ng yonida o'q tutib, biz uchun murojaat qilmoqda. Hech kim bizni Ayso Masihning mehr muhabbatidan ayirib etolmaydi. Har qanday qiyin ahvol, jafo mushaqqat, ziyon zahmat, och yalang'ochlik va xiyim xatar, hatto qilishmi bizni uningdan ayirib etolmaydi. Xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, seni deb kun bo'yi o'lim girdobida turiyotimiz, so'yildigan qo'ylar o'rnida qarilyotimiz. Lekin bizni so'ydigan Xudoning kuchi bilan bularning hammasi ustidan butunlay g'alaba qilamiz. Shuningga qat'iy ishonamanki, o'lim yoki hayotlik bo'lsin, farishtalar yoki jin shaytonlar bo'lsin, hozirgi yoki kelgusidagi har qanday ishlar bo'lsin, yoki ruhlar dunyosidagi har qanday kuchlar bo'lsin, yoki butkul koinotda yaratilgan boshqa har qanday bir shay bo'lsin, mayli biz egiz osmonda yoki cho'nqur hongning tegida bo'layli, bizni Xudoning Rabbimiz Ayso Masih orqali ato qilgan mehr muhabbatidan ayirib etolmaydi. Etolmaydi. 9-bob. Men Ayso Masihga mansub bo'lganligim uchun haqiqatni so'zlayman. Yolg'on so'zlamayman. Muqaddas ruhning yetakchisi bo'lgan vijdonimmi buningga isbot bo'la oladi. Demakchi bo'lganim, Isroillar, ya'ni Yahudilarning Ayso Masihga e'tiqod qilmaganligiga kelsak, men ular uchun intayin ko'p g'am qayg'u qilyapman. Qalbimmi hamisha azob ichida o'rtinyapti. Agar mening Xudo tarafidan la'nat ostida qilib, Ayso Masihni ayrilib qilishim, qarindoshlarim va jonjigarlarim bo'lgan Isroillarning qutqizilishi uchun yordam beralisa, men bunda qilishqimi rozi bo'lardim. İsraillar bo'lsa Xudoning tanlagan xalqidir. Xudo ularga farzandlik salohiyatini berdi. O'z ulug'ligini ko'rsatdi. Ular bilan ahdlarni tuzib, ularga Tavrat qonunini ato qildi. İsraillar Xudoga haqiqiy ibodat qilishni o'rganib, Xudoning va'dalariga erishdi. Ular İbrahim, İshak va Yoqublarning avlodlaridir. Ayso Masihmi ularning avlodi bo'lib, bu dunyoga inson tenida keldi. U
barlıq mavjudat üstünü hüküm sürüdüğən, məngü məthilindiğən Xudadır. Amin. Mən hərgizmu İsraillarning İsa Məsihni rədd qılğanlığı bilən Xudanın ular qılğan vədisi bekar boldi deməkçi emasman. Çünki Xudanın nəzərində İsrailning avlodi bo'lganlarning hamısıla haqiqiy İsrail hesaplanmaydı. Gerçi ular İbrahimning avlodlari bo'lsa-mu, Xudoning nazarida ularning hamısıla İbrahimning farzandlari hesaplanmaydı. Muqaddas yozmalarda Xudo ajdodimiz İbrahimga "Men sana va'da qilgan avlodlaring Ishoqdan kelib chiqdi" degan. Demak, jismoniy jihatdan İbrahimning avlodlarining hamısıla Xudoning farzandlari bo'lavermaydi. Faqat Xudoning İbrahimga qilgan va'dasiga asosan tug'ilgan avlodlarla Xudoning farzandlaridir. Chunki İshoqning tug'ilishi to'g'risida Xudo ajdodimiz İbrahimga va'da bergan. Bu va'da mundaq edi: "Kelar yili bu chaqda qaytib kelaman. Shu chaqda ayoling Sara bir o'g'ilga ona bo'ladi." Buningdan boshqa Ribaqa ajdodimiz Ishoqdan qo'shkezakka homildor bo'lganda, Xudo uningga "Cho'ngi kichigiga xizmat qiladi" degan edi. Chunki bir otidan bo'lgan bu qo'shkezaklar, ya'ni Aso bilan Yoqub texi tug'ilmagan. Demak, ular biror yaxshi yoki yomon ishmi qilmasda, Xudo allaqachon ulardan birini tanlagan edi. Buningdan shuni ko'rib olg'ili bo'ldiki, Xudoning odamlarni tanlashi ularning qilgan amaliyatiga emas, faqat o'zining irodasiga, ya'ni o'z chaqirig'iga asoslangan. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Yoqubni tanladim, Asovni rad qildim deb yozilganidek. Undaqda bularga nima deymiz? Bu yerda Xudoni odil emas deymizmi? Yo'q, albatta undaq emas. Chunki Xudo Musa payg'ambarga mundaq degan: "Kimga mehribonlik qilgim kelsa, shuningga mehribonlik qilaman. Kimga ich og'ritqim kelsa, shuningga ich og'irtaman." Demak, Xudo kimga rahimdillik ko'rsatishni o'zi tanlaydi. Bu insonning irodasiga yoki ularning tirishchanligiga bog'liq emas, balki Xudoning rahimdilligiga bog'liqdir. Xudo muqaddas yozmalarda Misrning podshohiga mundaq degan: "Mening seni tiklishimdagi maqsad faqat sening ustunda kuchimni ayon qilib, nomimni butun yer zaminga taqitishdir." Demak, Xudo xalqiniga rahim qiladi, xalqini johillashtiradi. Bundaq bo'lganda, balkim oranglardan ba'zilar menga hamma ishni Xudo belgilaydigan tusa, hamda biz uning irodasiga qarshi chiqamaydigan tusak, Xudo nima uchun yana bizni ayblaydi deyishi mumkin. Biroq, ey inson, Xudo bilan taqollashadigan sen kimsan? Bir sapal qocha o'zining yasag'an xumdanchiga "Meni nima uchun bundaq yasiding?" deyalamdi. Xumdanchining bir qallaq loydan alohida ishlatiladigan yoki odatda ishlatiladigan qocha yasash huquqi yo'qmi? Xudoda ana shundaq huquq yo'qmi? Xudo gunoh sodir qilganlarga asli o'z g'azabini va kuch-qudratini ko'rsatmoqchi bo'lgan edi. Lekin u bu halokat girdobiga berib qolganlarga g'azabini ko'rsatmay, balki sabrchanlik bilan ularga kengchilik qildi. Xudoning maqsadi o'zining rahim shafqatining nishoni bo'lgan bizlarga o'zining yuksak ulug'ligini ko'rsatish uchundir. Chunki biz bu ulug'likqa erishishga oldin tanlangan. Biz Xudo tarafidan chaqirilganlar bo'lib, Yahudiylar orasidanla emas, balki Yahudi emaslar orasidanmi chaqirilganmiz. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Xudoning Hoshiya payg'ambar orqali aytganidek:
asli xalqim hesaplanmagan xalqni, xalqim, asli söygenlerim hesaplanmaganlarni, söygenlerim deyman. O'sha payg'ambar yani aytganki, burun Xudo ularni sizlar mening xalqim hesaplanmaysizlar degan bo'lsa-mu, lekin kelgusida Xudo ularga mangu hayot Xudoning farzandlari deb nom berdi. Yashaya payg'ambarmu İsraillar to'g'risida mundaq jakarlagan edi. İsraillarning soni dengiz soyildagi qumdek ko'p bo'lsa-mu, lekin ularning nihoyat oz bir qismi qutqizildi. Chunki Parvardigor bu dunyo ustidan chiqargan hukmlarni tal-to'kis va tez ijro qildi. Yashaya payg'ambar yana oldin aytganidek, agar hammaga qodir Parvardigor bizning naslimizni saqlab qolmagan bo'lsa, bizmu Xudo o't yog'dirib yo'q qilayotgan Sodom va Gomorra shahardagilardek bo'latdiq. Undaqda buni mundaq yig'inchoqlaymiz. Haqqoniylikni izlamagan Yahudi emaslar Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlandi. Ular Ayso Masihga e'tiqod qilish orqali buningga erishdi. Tavrat qonuniga amal qilish orqali haqqoniylikni izlagan Isroillar, ya'ni Yahudiylar bo'lsa, buningga erishalmadi. Bu nima uchun? Chunki ular e'tiqodga emas, balki yaxshi amallarga toyinib, haqqoniy odam deb jakarlanishga tirishdi. Buning bilan ular toshqa, ya'ni Ayso Masihga putlashib, yiqilib tushdi. Bu xuddi Xudo muqaddas yozmalarda aytgandek, xalq putlashadigan, xalqni yiqitadigan bir tosh Siyonga qo'ydim. Biroq uningga e'tiqod qilganlar hargiz noumidda qolmaydi. Hargiz. 10-bob. Qarindoshlar, men jon jigirim Isroillarning qutqizilishini bakmo orzu qilaman. Hamda buni Xudodan doim tilayman. Shuningga guvohlik bermanki, ularda Xudoga nisbatan haqiqatan qizg'inlik bor. Biroq ularning bu qizg'inligi haqiqiy bilimga asoslanmagan. Chunki ular Xudodan kelgan haqqoniy odam deb jakarlanish yo'lini bilmay, Tavrat qonuniga amal qilishi bilan o'zlarining haqqoniy odam deb jakarlanishiga tirishidi. Buning bilan ular Xudodan kelgan ushbu yo'lni qabul qilmaydi. Vaholanki Ayso Masih Tavrat qonunining maqsadini amalga oshirdi. Natijada uningga e'tiqod qilgan hamma odam Xudo oldida haqqoniy odam deb jakarlanadi. Tavrat qonuniga amal qilish orqali haqqoniy odam deb jakarlanishga nisbatan Musa payg'ambar mundaq yozgan: qonuniga bo'ysunganlar uning amrlariga to'liq amal qilish bilan hayotlik topolaydi. Lekin e'tiqod orqali haqqoniy odam deb jakarlanishga nisbatan muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: o'zinglardan osmonga kim chiqidi? Ya'ni Ayso Masihni ilib tushish uchun yoki bo'lmasa go'rga kim tushidi? Ya'ni Ayso Masihni o'liklar orasidan ilib chiqish uchun deb so'rab yurmanglar. Ularning demoqchi bo'lgani dal Xudoning so'zi sanga yaqindir. U tilingda va dilingdadir. Mana bu hem biz yetkizayotgan e'tiqod to'g'risidagi so'zlardir. Demak, Ayso Masihning Rabb ekanligini o'z og'zing bilan e'tirof qilsang va Xudoning uni tirildiganligiga chin qalbingdan ishansang, qutqizilasan. Chunki inson chin qalbidan e'tiqod qilish orqali haqqoniy odam deb jakarlanadi. O'z og'zi bilan e'tirof qilish orqali qutqiziladi. Muqaddas yozmalarda uningga e'tiqod qilganligi kishi noumidda qolmaydi deyilgan. Bu jihatda Yahudilar bilan Yahudi emaslarning farqi yo'q.
İsa Mesih her ikkisining Rabbidir. U o'ziga iltijo qilganlarning hammasiga mehr shafqat yog'dirdi. Dal muqaddas yozmalarda yozilganidek, Rabbimizga iltijo qilganlarning hammasi qutqizildi. Lekin uningga ishonmaganlar, uningga qandoqmi iltijo qilsin? U to'g'riliq anglamaganlar, uningga qandoqmi ishonsin? U to'g'risida xabar yetkazuvchilar bo'lmasa, kishilar qandoqmi anglay xush xabar yetkazuvchilar avatilmasa, xush xabar qandoq yetkazilsin? Muqaddas yozmalarda yozilganidek, xush xabarni yetkazganlarning qadimi naqadar muborak. Biroq xuddi Yashaya payg'ambarning ey Parvardigor, biz yetkazgan so'zlarga kimmo ishandi deganidek, hamma odam xush xabarni qabul qilgan emas. E'tiqod xush xabarni anglashdan keladi. Xush xabar bo'lsa, Iso Masih to'g'risidir. Lekin sizlardan shuni so'raymanki, Isroillar bu xush xabarni anglagandimi? Albatta angladi. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, ularning sadosi butun dunyoga, so'zlari zaminning bulung pushqoqlariga yetdi. Sizlardan yana shuni so'raymanki, Isroillar xush xabarni tushunmagandimi? Boshqa xalqlar tushungan yerda ular cho'qim tushundi. Chunki Xudo Musa payg'ambar orqali burun mundaq aytgan: o'z xalqim bo'lmagan bir xalq orqali sizlar Isroillarda hasad qo'zg'ayman. Sizlar aqlsiz deb qaraydigan xalq orqali g'azabinglarni qo'zg'ayman. Keyin Yashaya payg'ambar texmi yuraklik holda Xudoning so'zini yetkazib mundaq dedi: meni izlamaganlar meni topdi, meni so'rmaganlarga o'zimni ko'rsatdim. Lekin Isroillar haqida Xudo Yashaya payg'ambar orqali mundaq dedi: men bo'ysunmas va johir bir xalqqa kun bo'yi qo'llarimni uzatib turdim. 11-bob. Undaqda shuni so'ramoqchiman. Xudo o'z xalqi Isroillardan voz kechdimi? Yo'q, hargiz undaq emas. Menmu İbrahim avlodidan, ya'ni Benyamin qabilasidan bo'lgan bir Isroilg'u. Xudo almisaqtida tanlagan o'z xalqidan voz kechgani yo'q. Muqaddas yozmalarning İlyas payg'ambar haqidagi qismida nima deyilganligi sizlarga ayon. İlyas payg'ambar Isroillardan og'rinib, Xudoga yolvorib: ey Parvardigor, ular sening payg'ambarlaringni o'ldirishdi, qurbonlik supularingni chekishdi. Faqat o'zim yolg'izlik qoldim. Ular yana meningmi jinimga zomin bo'lmoqchi bo'lishyotdi degan. Xudo uningga qanday javob qaytargan? Xudo uningga: Baalga cho'qilmagan sendan boshqa yana 7000 odamni o'zimga elib qoldim degan. Xuddi shuningdek, bugungi kunda Xudo o'z mehr shafqati bilan tanlagan Isroillardanmi oz bir qismi yanili bor. Bularning tanlanishi o'zlari qilgan yaxshi amallari bilan emas, balki Xudoning mehr shafqati bilan bo'lgan. Undaq bo'lmaganda bu mehr shafqat degili bo'lmaydi. Natijada qandoq bo'ldi? Isroillar izdiginiga, ya'ni qutquzilishga erishalmadi. Faqat talanganlarning oz bir qismila uningga erishdi. Qolganlar bo'lsa, qalblari bexutlashtirilib, Xudoning chaqirig'iga quloq solmadi. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, Xudo ularning qalbini g'aflatda qoldirdi, bugungacha ko'zlarini ko'rmas, quloqlarini
anlamaz qildi. Xuddi shuningdek, Davud podshomu o'z dushmanlari to'g'risida mundaq degan: ularning dastig'ini o'zlariga qopqon va to'r bo'lsin, ular putlashib yiqilsin, jazolansin. Ko'zlari qorong'ulashib, ko'ralmasin, bellari pukilib, mangu ruslanmasin. Undaqda shuni so'rayki, Isroillar putlashib, shu yiqilg'inicha butunlay gumron bo'ldimi? Yo'q, hargiz undaq emas. Lekin Isroillar itoatsizlik qilganlikdan Xudo Yahudi emaslarni nijotlikqa erishtirdi. Buningdan maqsad İsraillarning ularga bo'lgan hasadxo'rligini qo'zg'ashdir. Demak, İsraillarning gunohi, ya'ni ularning Ayso Masihni rad qilganligi Yahudi emaslarga baxt elib kelgan ekan, undaqda Xudo tanlagan barliq İsraillar qutqizilishga erishganda dunyoga texmu cho'ng baxt elib kelmamdi. Endi Yahudi emas bo'lgan sizlarga shuni aytayki, sizlarga elchi bo'lganligim uchun bu vazifamni ulug' hisoblayman. Buning bilan balkim xushxabarni rad qilgan jonjigarlarim İsraillarning hasad o'tirini qo'zg'ab, ularning ba'zilarini qutqizilish yo'liga boshlay olarman. Chunki ularning rad qilinishi orqali dunyodagi boshqa millatlar Xudo bilan yarashtirilgan bo'lsa, undaqda ularning Ayso Masihga e'tiqod qilib, Xudo tarafidan qabul qilinishi o'limdan tirilganlik bo'lmay, nima? Agar dastlabki hosuldan pishirilib, Xudoga sunilgan non muqaddas bo'lsa, u nondan qolgan xemirmi muqaddasdir. Shuningdek, agar bir daraxtning yiltizi muqaddas bo'lsa, shoxlarimi muqaddasdir. Xuddi yavo zaytun darg'ining shoxlari bog'dagi shoxlari sundirib etilgan zaytun darg'iga ulanganga o'xshash. Yahudi emas sizlarmi sundirib etilgan ashu shoxlarning, ya'ni Yahudilarning o'rniga e'tiqodinglar orqali ulandinglar. Demak, sizlar bu daraxtning yiltizidan ozuqlik elib, shirnisidan bahriman bo'layotgandek, Xudo İbrahimga va'da qilgan baxtdan bahriman bo'layapsizlar. Shundaq ekan, sizlar sundirib etilgan ashu shoxlar oldida maqtanmanglar. Agar maqtansanglar, shuni unutmanglarki, sizlar yiltizni emas, balki yiltiz sizlarni beqivotidir. Sizlar mening ulanishim uchun bu shoxlar sundirib etildi deyishinglar mumkin. To'g'ri, bu shoxlar, ya'ni Yahudilar Ayso Masihga e'tiqod qilganlikdan sundirildi. Sizlar bo'lsanglar, Ayso Masihga bo'lgan e'tiqodinglar bilan ulandinglar. Shunga sizlar mag'rurlanmanglar. Aksicha, Xudodan qo'rqinglar. Chunki e'tiqodsizlik qilsanglar, daraxtning aslidagi shoxlarini, ya'ni Yahudilarni ayamagan Xudo sizlarni ayamaydi. Buningdan Xudoning mehribonligi, shundaqla uning qattiqqo'l ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U o'z yo'ldan ketganlarga qattiq qo'ldir. Lekin sizlar davomli uning mehribonligida tutsanglar, u sizlarga mehribondir. Undaq bo'lmaganda sizlarmi kesib tashlanisizlar. Yahudilar e'tiqodsizlikdan voz kechib, Ayso Masihga e'tiqod qilsa, ularmi asldagi daraxtga ulanadi. Chunki Xudo ularni qayta ulashga qodirdir. Yahudi emas sizlar yavo zaytun darg'idan kesib elinib, qonuniyatga xilof holda tujiplab o'stirilgan zaytun darg'iga ulangan yerda asldagi shoxlarning o'z darg'iga ulanishi texmu oson emasmi? Qarindoshlar, o'zinglarni Yahudilardan ustun tutishdan saqlanishinglar uchun mundaq bir sirdan xabarsiz qilishinglarni xohlamayman. Bu sir bo'lsa, bir qism Isroillar Xudo avatgan qutqizuvchini hozirgacha tarsoliq bilan rad qilsa-mu, biroq bu ahvol faqatla qutqizilgan Yahudi emaslarning soni to'liqlanguncha davomlashadi. Keyin butun Isroillar qutqiziladi. Bu to'g'riliq
muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan. Qutquzg'uvchi Siyondan kelib, Yoqubning avlodlarining gunohkorligini yo'qitib etdi. Mana bu ular bilan tuzilgan ahdamdir. U chog'da ularning gunohini ko'tarib etaman. Yahudilar xushxabarni rad qilganligi uchun Xudoga dushman bo'lib qoldi. Bu Yahudi emaslarga ko'p manfaat yetkazdi. Lekin Yahudilar Xudoning tanlagan xalqidir. Xudo ularning ajdodlari bilan ahd tuzganlikdan yanıla ularni so'yidi. Chunki Xudo o'zi bergan sovg'atlarini va chaqirig'ini qaytarib olmaydi. Yahudi emaslar bir chog'larda Xudoga itoat qilmaydinglar. Lekin Yahudilar Xudoga itoatsizlik qilganligi uchun sizlar hozir Xudoning rahim shafqatiga erishdinglar. Yahudilar bo'lsa itoat qilmay kelyotdi. Lekin shundaq natija bo'ldiki, Xudo sizlarga rahim shafqat ko'rsatgandek, Yahudilarga rahim shafqat ko'rsatdi. Chunki Xudo rahim shafqatini butkul insonga ko'rsatish uchun hammaylarni, ya'ni Yahudilar va Yahudi emaslarni o'zlarining itoatsizligiga qo'yibdi. Oh, Xudoning aql farosati va ilm hikmati nima degan mol, nima degan cho'nqur ha. Uning hukmlarini kim tushunalsin? Uning yo'llarini kim o'ylab yetalsin? Muqaddas yozmalarda yozilganidek, kim Parvardigorning o'y fikrini tushunsin? Kim uning maslahatchisi bo'la olsin? Kim uningga biror narsa berib, uni qarzdor qila olsin? Hech kim. Chunki Parvardigorimiz barliq mavjudotning yaratquchisidir. Barliq mavjudot u orqali mavjud bo'lib turadi va uning uchun mavjuddir. Barliq shon sharaf abadil abad uningga mansub bo'lg'ay. Amin. 12-chi bob. Shunga, ey qarindoshlar, Xudo bizga shundaq rahim shafqat ko'rsatgan ekan, o'zinglarni Xudoni xursand qiladigan, uningga atalgan tirik qurbonlik sifatida uningga beg'ishlashinglarni o'tinaman. Mana bu sizlarning Xudoga qiladigan haqiqiy ibodatinglardir. Bu dunyoning iqinlariga ergishib yurmanglar. Aksicha, o'y fikringlar Xudoning yengilishi bilan butunlay o'zgarsin. Shu chog'da Xudoning hayotingizga bo'lgan irodasini hamda bu irodaning naqadar yaxshi, naqadar xursand qilarlik va naqadar mukammal ekanligini bilalaysizlar. Xudoning mehr shafqati menga ato qilinganligi uchun har biringlarga shuni aytamanki, o'zinglarni ortiqcha baholamanglar. Aksicha, ig'ir besiqlik bilan Xudo sizlarga bergan e'tiqod jihatdagi qobiliyatinglarga qarab, o'zinglarni dangsab ko'ringlar. Bizning tenimiz ko'pligan a'zolardan tarkib topgan, hamda har bir a'zoyimizning o'xshash bo'lmagan roli bor. Shuningga o'xshash, biz e'tiqodchilar ko'p bo'lsaqmi, Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz uchun hammamiz bir tan bo'lib, bir-birimizga bog'lanib turamiz. Hamda Xudoning bizga ato qilgan mehr shafqatiga asosan har birimizda o'xshash bo'lmagan qobiliyatlar bor bo'ladi. Agar Xudoning sizlarga bergan qobiliyati o'zining vahiyini yetkazish bo'lsa, uning sizlarga vahiy orqali so'zlayotganligiga ishonganinglardek, ishonch bilan bu vahiyni boshqalarga yetkazinglar. Xudoning sizlarga bergan qobiliyati boshqalarga xizmat qilish bo'lsa, xizmat qilinglar. Xudo to'g'risida ta'lim berish bo'lsa, ta'lim beringlar. Rag'batlantirish bo'lsa, rag'batlantiringlar. Ioni berish bo'lsa, chin ko'ngillar bilan ioni beringlar.
Başlamçılık qilish bo'lsa, mas'uliyatchanlik bilan başlamçılık qilinglar. Rahim qilish bo'lsa, xushallik bilan qilinglar. Mehr muhabbatinglar saxta bo'lmasin. Yamanlıqdan yirgininglar. Yaxshi ishlarda chin turinglar. Bir-biringlarni qarindoshlarcha so'yib, o'zaro qizg'in bo'linglar. Boshqalarni o'zinglardan yuqori ko'rib, ularni hurmatlanglar. Qizg'inliginglar sovib ketmasin. Aksicha, o'tdek qizg'in qalbinglar bilan Rabbimizga xizmat qilinglar. Umid ichida shod-xuram yashanglar. Qiyinchiliklarga bardoshlik beringlar. Har vaqt duoda bo'linglar. Xudoning muqaddas xalqi orasidan ehtiyoji tushganlarga yordam qilinglar va ularga mehmondo'st bo'linglar. Sizlarga ziyonkashlik qiluvchilarga baxt tilanglar. Ularga faqat baxt tilanglarki, ularni qag'manglar. Xushal bo'lganlar bilan billa xushal bo'linglar. Qayg'urganlar bilan billa qayg'uringlar. O'zaro inoq o'tinglar. Mag'rurlanmanglar. Aksicha, tuvan tabiqidagi kishilar bilan berish-kelish qilinglar. Hargiz bilarman bo'lmanglar. Hech kimning yomonligiga yomonlik bilan javob qaytarmanglar. Ko'pchilik yaxshi deb qargan ishlarni ko'ngil qo'yib qilinglar. İmkoniyatning boricha ko'pchilik bilan inoq o'tinglar. Qadrli do'stlar, intiqom olmanglar. Buni Xudoga topshiringlar. Chunki muqaddas yozmalarda mundaq yozilgan. Parvardigor deydiki, intiqom olg'uvchi mendirman. Uni men cho'qim qilaman. Muqaddas yozmalarda yana mundaq yozilgan. Düşmening osh bo'lsa, uni to'ydir. Usg'on bo'lsa, qondir. Bunda qilish bilan uning yuzini chimilditib, uni xijolatchilikda qoldirsan. Sizlarmu intiqom elishning o'rniga shundoq qilinglar. Demak, yomonlik oldida tiz bukmanglar. Yomonlikni yaxshilik bilan yenginglar. 13. bob. Hamma odam hukumatga bo'ysunish kerak. Chunki har qanday hokimiyat Xudodan kelgan. Ham hukumatni Xudo o'zi tiklagan. Shuning uchun hukumatga qarshilik qiluvchilar Xudoning o'rinlashtirishiga qarshilik qilgan bo'ladi. Bunda qarshilik qiluvchilar hukumat tarafidan jazoga tortiladi. To'g'ri yo'lda manganlar hukumat amaldorlaridan qo'rqmaydi. Lekin yomon yo'lda manganlar uningdan qo'rqidi. Hukumat amaldorlaridan qo'rqishni xohlamayman desang, undaqda to'g'ri yo'lda mang. U chaqda hukumat amaldorlarining maqtishiga sazovar bo'lasan. Chunki hukumat amaldorlari Xudoning xizmatchilari bo'lib, ular sening manfaating uchun ishlaydi. Lekin yomon yo'lda mangsang, albatta qo'rqishing kerak. Chunki hukumat amaldorlarining jazolash huquqi bor-da. Ular Xudoning xizmatchisi bo'lib, yomon yo'lda manguvchilarni jazolashga tayinlangan. Shuning uchun hukumat amaldorlariga bo'ysunish kerak. Bu faqat jazolanishdan saqlanish uchunla emas, balki Xudo oldidimi vijdonli bo'lish uchundir. Bosh topshirishinglarning sababimi mana shudir. Hukumat amaldorlari bo'lsa, Xudoning maxsus bu ishlarni boshqarib beradigan xizmatkorlaridir. Har kimga o'ziga tegishli haqqini to'langlar. G'alla paroq yiqquchiga g'alla paroqni, boj yiqquchiga bojni topshiringlar. Hurmat qilishga tegishli bo'lganlarni hurmat qilinglar. İzzetlashga tegishli bo'lganlarni izzetlanglar. Mehr muhabbat ko'rsatishda o'zaro bir-biringlarga qarzdor bo'lgandan boshqa hech kimga hech qanday qarzdor bo'lmanglar. Chunki boshqalarni suygan kishi Tavrat qonunining talabini amalga oshirgan bo'ladi.
zina qilma, qotillik qilma, o'g'rilik qilma, boshqalarning ta'lluqotlariga ko'z qiringni sama degan farzlar va buningdan boshqa barliq farzlar, qo'shningni o'zingni söygandek söy degan bu amirga yig'inchoqlangan. Boshqalarni söygan kishi ularga yomonlik qilmaydi. Shuning uchun mehr muhabbat Tavrat qonunining talabini amalga oshirdi. Hozir muhim bir davrda yashayotganligimizni bilib, bularni sizlarga da'votiman. Uyqudan uyg'onadigan vaqtinglar yetib keldi. Chunki bizning dastlabki e'tiqod qilgan vaqtimizga qaraganda eng oxirgi uzil kesil qutqizilish kunimiz texmo yaqinlab qoldi. Qorong'u kecha o'tib ketdi. Kunduz, ya'ni Ayso Masihning qaytib keldigan kuni yaqinlab qoldi. Shunga qorong'ulikning ishlarini tashlab, yo'ruqlikning sovutini kiyinglar. Aysh ishrat va sharoqxo'rlikqa, zina va buzuqchilik, urushqoqlik va hasadxo'rlikqa berilmanglar. Yo'ruqlikdagi kishilardek pok hayot kechiringlar. Ayso Masihning tabiatini o'zinglarga o'zlashtiringlar. Gunohkor tabiatinglardagi orzu havaslarni qondirishni o'ylamanglar. 14-bob. E'tiqodi ojiz qarindoshlarning fikrlari ustida hukm qilmay, ularni qabul qilinglar. Ba'zi e'tiqodchilar har qanday yemekliklarni yeyishga bo'lganligiga ishonadi. Lekin ba'zilarning e'tiqodi ojiz bo'lganligi uchun go'sht yemaydi. Har qanday yemekliklarni yeydiganlar go'sht yemaydiganlarni kamsitmasin. Hamda go'sht yemaydiganlarmi har qanday yemekliklarni yeydiganlar ustidan hukm qilmasin. Chunki Xudo ularni qabul qilgan. Xudoning xizmatkori ustidan hukm qildigan sen kim eding? Ularga egisi bo'lgan Xudo o'zi mas'ul. Xizmatkori ustidan hukm qilish yoki uni oqlash Xudoning ishidir. Xudo uni ayibsiz qila oladi. Chunki Rabbimiz bunda qilishga qodirdir. Ba'zilar ma'lum kunlarni boshqa kunlardan muhim deb qaraydi. Ya'ni ba'zilar hamma kunni o'xshash deb qaraydi. Bu ishda har kim o'z vijdoni bo'yicha qaror chiqarsin. Ba'zilar ma'lum bir kunni qadrlab, buning bilan Rabbimizga bo'lgan hurmatini ifodalaydi. Ba'zilar, ya'ni har qanday yemekliklarni yeydiganlarmi, shu yegan yemeklari orqali o'zining Rabbimizga bo'lgan hurmatini ifodalaydi. Chunki ular Xudo bergan rizqi uchun shukr aytidi. Go'sht yemaydiganlarmi Xudo bergan rizqi uchun Xudoga shukr aytidi. Hech qaysimiz faqatla o'zimiz uchun yashamaymiz va hech qaysimiz faqatla o'zimiz uchun o'lmaymiz. Balki yashasaqmi, o'lsakmi Rabbimiz uchundir. Qisqasi, qandoqli bo'lsak, Rabbimizga mansubmiz. Ayso Masih ham o'lganlarning, ham tiriklarning Rabbi bo'lishi uchun o'lib tirildi. Undaqda go'sht yemaydigan sen nima uchun hamma yemekliklarni yeydigan qarindoshing ustidan hukm qilasan? Hamma yemekliklarni yeydigan senmi nima uchun go'sht yemaydigan qarindoshingni kamsitsan? Hammamizning Xudoning hukm taxtining oldida hisob beradiganligimizni bilmamsan? Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek Parvardigor deydi-ki, mangu mavjudligim bilan qasam qilamanki, butkul inson oldimda tizlanib sajda qiladi. Butkul inson mening Xudo ekanligimni e'tirof qiladi. Demak, har birimiz Xudo oldida o'zimizdan hisob beramiz. Shuning uchun bir-biringlarni ayblashni to'xtatinglar. Qarindoshlaringlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, ularni gunohga yiqitishga sabab bo'ladigan har qanday ish qilmaslikni qaror qilinglar. Rabbimiz Aysoga mansub bo'lganligimiz uchun men shuningga haqiqiy ishonmanki, har qanday yemeklikning o'zi harom emasdir.
Lekin ma'lum yemeklikni harom deb qargan kishi uchun o yemeklik haromdir. Agar sizlar yemekliginglar sababidan e'tiqodi ojiz bo'lgan qarindishinglarni o'z vijdoni ko'tarmaydigan ishlarga da'vat qilsanglar, mehr muhabbat yo'lida mangmagan bo'lasizlar. Sizlar bu qarindishinglarni yemeklik sababidan nobud qilmanglar. Chunki Ayso Masih uning uchunmi o'z jinini fido qilgan. Agar sizlar o'zinglar yaxshi deb qargan ishlarni qilganda boshqalarning ayb ishiga uchirsanglar, undaqda bundaq ishlarni qilmanglar. Chunki Xudoning podsholigida yemek ichmak qoidalariga rioya qilib yashash emas, balki haqqoniylik, inoqlik va muqaddas ruh ato qilgan shod-xuromlik ichida yashash muhimdir. Mundaq yashash bilan Ayso Masihga xizmat qilgan kishi Xudoni xursand qiladi va insonlarning maqtishiga sazovor bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni inoqlikni ilgari suradigan va bir-birimizning e'tiqodini mustahkamlaydigan ishlarga atayli. Yemeklik sababidan Xudoning qilayotgan ishlarini buzmayli. Albatta, hamma yemeklik haloldir. Biroq bir odam o'zining yemekligi sababidan boshqalarning gunoh o'tkazishiga sababchi bo'lib qolsa, bu durust bo'lmaydi. Shuning uchun go'sht yeyish, sharob ichish, shundaqla boshqa ishlarni qilishinglar qarindishinglarning gunoh o'tkazishiga sababchi bo'lsa, bularni qilmaganinglar tuzuk. Sizlarning qilayotgan ishinglarning to'g'ri ekanligiga bo'lgan ishonchinglar o'zinglar bilan Xudo o'tirsida bo'lsin. O'zi to'g'ri deb qargan ishlarni qilib, o'zi ustidan hukm qilmagan kishi nima degan baxtlik ha. Lekin biror yemeklikka shak keltirib turib, yana shu yemeklikni yegan kishi vijdonining aybishiga uchraydi. Chunki u kishi o'zi yegan yemeklikning to'g'ri ekanligiga ishonch qila olmadi. To'g'ri ekanligiga ishonch yo'q holda qilingan har qanday ish gunohdir. 15-bob. E'tiqodimiz kuchli bo'lgan bizlar har qanday ish qilganda o'zimizni qanoatlantirishni o'ylamasdan e'tiqodi ojiz qarindoshlarimizga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Har birimiz qarindoshlarimizning e'tiqodining mustahkamlanishi uchun ularning manfaatini nazarda tutib, ularni xursand qilishimiz kerak. Ayso Masihmi o'zini emas, Xudo otasini xursand qilishni o'yladi. Bu to'g'risida muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Ey Xudo, sen haqorat qilgan chog'larda o'zim haqorat qilgandek bo'ldim. Muqaddas yozmalardagi so'zlarning hammasi bizga ta'lim bo'lsin deb burunla yezib qoldirilgan. Xudoning va'dasiga erishganga qadar u so'zlar bizni rag'batlantirdi va sabr toqatli qiladi. Sabr toqat va rag'bat ato qiladigan Xudo sening Ayso Masihni ulgu qilib, o'zaro inoq yashashinglar uchun yordam qilg'ay. Buning bilan sizlar Xudoni, ya'ni Rabbimiz Ayso Masihning otasini bir niyat, bir maqsadda va bir ig'izdan ulug'laysizlar. Shunga Ayso Masih sizlarni qabul qilganidek, sizlarmi bir-biringlarni qabul qilinglar. Shundoq bo'lganda Xudoga shon sharaf elib kelasizlar. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, Ayso Masih Xudoning o'z va'dasida, ya'ni Ibrohim, Ishoq va Yoqubga qilgan va'dasida turadiganligini ko'rsatish uchun Yahudilarning xizmatkori bo'ldi. U Yahudi emaslarningmi Xudoning mehribonligini ko'rib, Xudoni matilishi uchun shunday qildi. U xuddi muqaddas yozmalarda shunga seni boshqa millatlar orasida matilayman va nomingni kulayman deganidek bo'ldi. Muqaddas yozmalarning bir yerida: Ey boshqa millatlar,
Xudoning tanlagan xalqi bilan billa shod-xuram bo'linglar deyilgan bo'lsa, yana bir yerida ey boshqa millatlar, Rabbimizni madhilanglar. Ey pukul xalqlar, uni ulug'langlar deyilgan. Yashaya payg'ambarmu muqaddas yozmalarda mundaq degan: Yeshoyning avlodidan biri chiqib, boshqa millatlarga hokimlik qiladi. Yahudi emaslar uningga umid bog'laydi. E'tiqod yo'lda mang'ininglarda umidning manbasi bo'lgan Xudo qalbinglarni shod-xuromlik va tinch omonlikqa to'ldirg'ay. Buning bilan sizlar muqaddas ruhning kuch-qudrati orqali umidga to'lib toshqaysizlar. Qarindoshlar, men sizlarning ko'ngillarning yoshlikqa to'lganligiga va o'zinglarga kerakli bilimga to'liq ega bo'lib, bir-biringlarga nasihat beralaydiganliginglarga qoyilman. Shundaq bo'lsa-mu, ba'zi ishlarni sizlarning saminglarga silish uchun bu xatimni jur'atlik holda ochiq yozdim. Men Xudo menga ato qilgan mehr shafqat orqali Xudoning xush xabarini yetkazish xizmatida Yahudi emaslar uchun xuddi ruhoniylardek Ayso Masihning xizmatkori bo'ldim. Buningdan maqsad Yahudi emaslarning muqaddas ruh orqali poklanib, xuddi Xudoni xursand qiladigan qurbonlikdek Xudo tarafidan qabul qilinishi uchundir. Shunga Ayso Masihga tayinib, Xudo uchun qilgan xizmatimdan faxrlanaman. Yahudi emaslarning Xudoga itoat qilishi uchun Ayso Masihning men orqali qilgan ishlaridan boshqa hech narsa to'g'riliq maqtanishga jur'at qila olmayman. Yahudi emaslar mening aytgan so'zlarim, qilgan ishlarim va ko'rsatgan mo'jizalarim orqali muqaddas ruhning kuch-qudratini ko'rib, xush xabarni qabul qildi. Men Yerusalimdan boshlab Iliriya o'ksikchi bo'lgan hamma yerda Ayso Masih to'g'risidagi bu xush xabarni taqatdim. Boshqa kishilar solgan ulning ustiga bino solmaslik uchun Ayso Masihning nomi azaldan anglanmagan yerlarda bu xush xabarni taqtishga tirishib keldim. Bu to'g'risida muqaddas yozmalarda yozilganidek, Xudodan xabarsizlar uni tanıydı. Anlamaganlar anlab, tushunidi. Yeninglarga berishni ko'p qitim o'ylagan bo'lsam-mu, lekin mana shu xizmatlarim sababidan bora olmadim. Hozir bu yerda xush xabar yetkazish xizmatini o'rindab bo'ldim. Uning ustiga ko'p yillardan beri seni yo'qlab berish orzuyim bor edi. Shunga men Ispaniyaga ketayotganimda yo'l ustida sizlarga yo'liqqach, bir mezgil sizlar bilan birga turmoqchiman. Ondan sizlarning yordam qilib, yo'lga silib qo'yishinglarni umid qilaman. Biroq hozir Yerusalimga berib, u yerdagi e'tiqodchilarga hadiyani topshirib berishimga to'g'ri kelyapti. Chunki Makedoniya va Yunon o'lkasidagi e'tiqodchilar jamoatchiligi Ionni to'plab Yerusalimdagi e'tiqodchilar orasidagi yo'qsullarga yordam berishni loyiq topdi. Ular bu ishni o'z ixtiyori bilan qildi. Amaliyotda bu ularning qarzi edi. Chunki Yahudi emaslar, Yahudilarga xos bo'lgan ruhiy jihatdagi baxtdan bahramon bo'lgan ekan. Undaqda Yahudi qarindoshlarimiz-mu ularning moddiy jihatdagi yordamiga erishishga loyiqdir. Men bu ionini ularga tinch omon topshirib bo'lgandan keyin sizlarga yo'liqib, ondan Ispaniyaga boraman. Menga ma'lumki, yeninglarga borganimda Ayso Masih men orqali sizlarga mo'l baxt ato qiladi. Qarindoshlar, sizlarning xizmatimni qo'llash yuzasidan men uchun Xudoga duo qilishinglarni o'tinaman. Rabbimiz Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz va muqaddas ruh ato qilgan mehr muhabbatga ega bo'lganligimiz uchun shundoq qilgaysizlar. Mening Yahudiya o'lkasidagi Ayso Masihga e'tiqod qilmaganlarning ziyonkashligiga uchramasligim va men og'ash boradigan bu ionini Yerusalimdagi e'tiqodchilarning qabul qilishi uchun
dua qilgaysizlar. Shunda qilsanglar, Xudo buyursa, shod xuromlik bilan yeninglarga berib, sizlar bilan billa istirohat qila olayman. Amonlik berguvchi Xudo hammanglar bilan billa bo'lg'ay. Amin. 16 bob. Kenheriya shahridagi e'tiqodchilar jamoatchiligining xizmatchisi bo'lgan singlimiz Fibini sizlarga tanishtiraman. Sizlar uni Rabbimizga mansub deb qarab, Xudoning muqaddas xalqida bo'lishga tegishlik qizg'inlik bilan kutib olgaysizlar. Uning sizlardan kutgan har qanday ehtiyojiga yordam qilgaysizlar. Chunki u nurg'un kishilarga shuningdek mang'imi cho'ng yordam qilgan. Ayşo Masihga xizmat qilish yo'lida birga ishlagan xizmatdoshlarim Priskila bilan eri Akvilaga salom aytgaysizlar. Ular men uchun o'z hayotining xiyim xatarga uchrashiga qorimidi. Yolg'iz menla emas, Yahudi bo'lmagan hamma e'tiqodchilar jamoatchiligimi ulardan minnatdordir. Ularning uyida jam bo'ladigan e'tiqodchilar jamoatchiligimi salom aytgaysizlar. Asiya ülkesida birinchi bo'lib Ayşo Masihga e'tiqod qilgan suyimlik Ipanitga salom aytgaysizlar. Sizlar uchun ko'p ajr sundirgan Maryamga salom aytgaysizlar. Zindonda men bilan birga yotgan Yahudi qarindoshlarim Andronik va Yuniyaga salom aytgaysizlar. Ular mendan burun Ayşo Masihga e'tiqod qilgan bo'lib, tonilgan elchilardir. Rabbimizga mansub bo'lgan qadrli qarindishim Ampliyatga salom aytgaysizlar. Ayşo Masihga xizmat qilish yo'lida birga ishlagan xizmatdishim Urban va qadrli Staxislarga salom aytgaysizlar. Sinoqlardan o'tgan Ayşo Masihga boshdan oxir sodiq bo'lib kelgan Apelisga salom aytgaysizlar. Aristovolning oilasidagi e'tiqodchilarga salom aytgaysizlar. Yahudi qarindishim Herodionga, Narkisning oilasidagilardan Rabbimizga mansub bo'lganlarga salom aytgaysizlar. Rabbimizning xizmatida japolik ishlayotgan Trifena va Trifosa xonimlarga salom aytgaysizlar. Rabbimizning xizmatida japolik ishlayotgan qadrli do'stim Persis xonimga salom aytgaysizlar. Rabbimizning xizmatida alohida tonilgan Rufusga va uning menga onalik mehrini yetkazgan onasiga salom aytgaysizlar. Asinkrit, Filigon, Hermis, Patrovas, Hermis va ular bilan doim jam bo'ladigan qarindoshlarga salom aytgaysizlar. Filolog va Yulaga, Neri va uning singlisiga, Olimpas va ular bilan doim jam bo'ladigan barliq e'tiqodchilarga salom aytgaysizlar. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Bu yerdagi Ayşo Masihga mansub bo'lgan hamma jamoatchilikdan sizlarga salom. Qarindoshlar, sizlardan shuni o'tinamanki, sizlar o'rgangan ta'limga zid ta'lim berish bilan oranglarda bo'linish va e'tiqodinglarda tavrinish paydo qiladigan kishilardan pahas bo'linglar. Ulardan yiroqlashinglar. Bundaq kishilar Rabbimiz Ayşo Masihga emas, balki o'z nafsi uchun xizmat qiladi. Ular siliq sipoyi gaplar va xushamatchilik qilish bilan sodda odamlarning qallasini qaymoqtirdi. Sizlarning Rabbimizga itoatman ekaninglardan hammanglar xabar topdi. Shunga sizlardan nihoyat xursandman. Biroq yaxshi ishlarni qilishda oqil bo'lishinglarni, yomon ishlardan xoli bo'lishinglarni xohlayman. Amonlik berguvchi Xudo uzun o'tmay shaytonni oyoq ostinglarda ezdi. Rabbimiz Aysoning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay. Xizmatdishim Timoti va Yahudi qarindoshlarim Luki, Yasun ham Sosipaterlardan sizlarga salom. Menki ushbu xatni Pavlusning e'tiqodlari bo'yicha yezib berayotgan Tertimo Rabbimiz yo'lida sizlarga salom yo'llayman. Menki Pavlusga va o'z uyida jam bo'ladigan butun e'tiqodchilar jamoatchiligiga
sohibxonlik qiladigan Gayustin, sizlarga salom. Shaharning g'azinchisi Erast va qarindishimiz Kvartladin, sizlarga salom. Rabbimiz Isa Masihning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay. Amin. Barliq shon sharaf Xudoga mansub bo'lg'ay. Xudo men yetkazgan xushxabar orqali e'tiqodinglarni mustahkamlaydi. Bu xushxabar Isa Masih to'g'risidagi xushxabar bo'lib, u qadimdan beri saqlanib kelgan sirdir. Hamda bu sir Xudoning amri bo'yicha va burunqi payg'ambarlarning yozmalarida yozilganidek oshkorlandi. Hamda Yahudi emaslarning Isa Masihga e'tiqod qilib, uningga itoat qilishi uchun ularga yetkazilmoqda. Barliq shon sharaf Isa Masih orqali dono va yegona Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin.